Assalomu alaykum. Keling, bugun biz siz bilan xotiramizdan ko'tarilgan, lekin hamon ruhimizning xotirasida mavjud bo'lgan Lemuriya sivilizatsiyasi haqida gaplashamiz. Lemuriya bu energetik darajadagi mavjudotlar bo'lib, ular fizik tanaga bog'liq bo'lmagan, yarim nur, yarim moddiy shaklda yashagan mavjudotlar edi. Ular telepatiya, yurak orqali so'zlashish, energiya bilan davolash bu ularning oddiy qobiliyatlaridan edi. Ular yerning yuragi bilan rezonansda yashar. Har bir o'simlik, har bir tosh bilan til topisha olardi. Lemuriyaliklar nega g'oyib bo'lgan? Aslida ular g'oyib bo'lmagan. Ular 5-o'lchamga o'tishdi. Biz esa haligacha 3-o'lchamdamiz. Ba'zilar tushlarida yoki chuqur meditatsiya holatida yoki bolalikdagi tushlarida sirli suvli shaharlar yoki suv ostidagi ibodatxonalar yoki yurak bilan so'zlashuvchi mavjudotlar paydo bo'ladi va bu bekorga emas. Sizning ruhingiz yodida Lemuriya mavjud va hamon mavjud. Ular siz bilan aloqaga chiqishadi. Ular insonga o'xshash, ammo uzunroq bosh tuzilishiga ega bo'lib, yurak orqali sezuvchi mavjudotlar. Ular kristallar bilan ishlashda mohir. Kristallar orqali sayohat qilishadi, davolash ishlarini o'tkazishadi. Har bir chaqaloq onasi tomonidan nafaqat tanaga, balki yurakka ham ulanadi. Ularning so'nggi kunlarida ular yerning asl mohiyatini saqlab qolish uchun ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan meditatsion holatda fizik tanasini tark etishgan. Agar sizni yuragingizda noma'lum bir uyga sog'inch bo'lsa, balki sizning ruhingiz ham Lemuriyadan kelgandir. Keling, hozir men sizga Lemuriya sivilizatsiyasidan bizga yetkazilgan kristal tasvirni hamda ohangni qo'yib beraman. Bu tasvirni ko'rganingizda va bu ohangni eshitganingizda sizda qanday hislar paydo bo'ldi? Albatta buni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sui sasalai